Hojonamizni ko'krak suti saraton bezi taqilgan ekan. Assalomu alaykum. Hojona, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi? Uzr yo'ldan qo'ydim sizni. Haqiqatan ham 4 oyda ko'krak bezi saratonidan qutuldingizmi? Xudoga shukr, 4 oy shu yerga qatnadim. Ko'krak saratoni bezidan xalos bo'ldim. Hammaga shu yerga kelib davolanishni tavsiya qilaman. Yulduz opam o'zlari litsenziya qildi. Ha, Yulduzxonga rahmat, dunyo turguncha tursin. Ana, tabiiy giyohlar bilan operatsiyasiz davolandingiz. Albatta. Mana ko'ryapsizlar. Siz oldilariga bo'lsa kirib bezi taqilmayman bemalol. Hozir Xorazmdamiz. Esiqbol telekanalining binosida turibmiz. Yulduzxon opam tabiiy vrachimiz. 2 asrlik tarixga ega. O'zingizlar bilasizlar, aptekalarni ham ochishdi. Bemalol kelaverasizlar. Rak, saraton, ayollardagi bachadondagi shu poliplar, kistalar, o'simtalarni juda og'ir kasalliklarni avvalo Xudo, lekin bular sababchisi bo'lyapti. Manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman. Narx-navo qiziq bo'lsa narxni yozasizlar. Kelmoqchi bo'layotganlar ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ham batafsil ma'lumotlarni olaverasizlar. Medblogerlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Manfaatli bo'lsin. Sizlarga ham, menga ham qaysidir ma'noda yurtdoshlarimizga manfaatli bo'ladi. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Opamiz ko'krak bezi suti saratonlar yaxshi bo'lib ketgan ekan-a?